Sinalife kollagenlari. Qo'limda turgan kollagen Sinalife kollagenlari. Bilasizlar, men dietolog, nutritsiolog, faqatgina mana shu kollagenlarga ishonaman. Bilasizlarmi nimaga? Aynan ozish jarayonida ham, ya'ni siz tana vazningizni tashlash jarayonida o'zi kollagen oqsillar organizmga kerak. Mana shu narsani kunlik me'yorini shu Sinalife kollagenlaridan olsak bo'ladi. Shunaqangi kukun shaklidagi kollagenlar bizga kunlik oqsil me'yorini bemalol organizmimizga berishda zo'r yordam beradi. Har kuni ertalab och qoringa bir osh qoshiqda suviyligiga tayyorlab ichasizlar. Hattoki bilasizlar, Misrga ham olib keltirib olganman va o'zim ham ozish jarayonida hozir his qilyapman, mushaklarimni tortilganini, ya'ni mushaklarim osilib, sarkopeniya holati menda umuman bo'layotgani yo'q va ochlik hissi ham nisbatan kamroq, chunki bu oqsil organizmga to'qlik hissini bera oladi. Men faqatgina shu kollagenlarga ishonaman. Sinalife kollagenlarini O'zbekistonning butun boshli viloyatlariga, hamma joyga bemalol dastavka qilib olishingiz mumkin. Ishonchli bo'lgan kollagen. Ayrim kollagenlarni to'g'ri, narxi juda ham arzon bo'lishi mumkin, lekin arzonni sho'rvasi tatimas. Uni siz aytaylik 3 oy, 4 oy ichsangiz ham natija ko'rmaysiz, lekin buni faqat 2 hafta ichsangiz natijasini ko'rasiz. Yuzlaringiz tiniqlashadi, bo'g'imlaringizdagi og'riqlaringiz yo'qoladi, ozish jarayonida ishtahalaringiz bo'g'iladi. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun eng zo'r tavsiyam Sinalife kollagenlari.